Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar toplumi. Namozni vaqtida o'qishning va qazosini qilishning vojib ekanligi. 945-hadis. Anas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolo bandalarga qanchalik namoz farz qildi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo bandalarga 5 vaqt namoz farz qildi dedi. O kishi: "Ey Allohning rasuli, shu 5 vaqt namozdan keyin yoki burun o'qilgan namoz bormi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo bandalarga 5 vaqt namoz farz qildi dedi. Ondan u kishi qasam qilib, "Men o 5 vaqt namozni ortiq kam qilmay, to'liq o'qiyman" deganida, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqalarga qarab, "Agar u kishi deganiga rostchilik bilan amal qilsa, cho'qim jannatga kiradi" dedi. Nasoiy 459-hadis. 946-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osmonga ilib chiqilgan kishisi namoz 50 vaqt farz qilgan edi. Ondan kemaytilib 5 vaqt tushirildi. Ondan Alloh tarafidan nido qilinib, "Ey Muhammad, mening so'zim o'zgartirilmaydi. Sana bu 5 vaqt namozning savobi uchun 50 vaqt namozning savobi beriladi" deyildi. Tirmiziy 213-hadis. 947-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundoq rivoyat qilindi. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tili orqali namozni farz qilib, o'z yurtida turganda 4 rakat, safar qilganda 2 rakat, urush maydonidagi jiddiy paytlarda 1 rakat o'qish buyurdi. Muslim 687-hadis. 948-hadis. Oysha radhiyallohu anhadan mundoq rivoyat qilindi. Alloh taolo 4 rakat namozni farz qilganda 2 rakat farz qilgan edi. Keyin uni yurtida turganlar uchun 4 rakat qilib to'liqladi. Natijada safardagi namoz aslidagi 2 rakat ketib qoldi. Muslim 685-hadis. 949-hadis. Yana bir rivoyatda u mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safar qilganda 4 rakatlik namozni aslida 2 rakat o'qiydi. Yurtdagi vaqtda 4 rakat o'qiydi. Lekin Sham 3 rakat bo'lganligi uchun qayerda bo'lsa bo'lsin uni 3 rakat o'qiydi. Bomdod namozni uzun qiroat bilan o'qiydigan bo'lg'achqa uni yurtdagi chog'dimi 2 rakat o'qiydi. Ahmad 25750-hadis. 950-hadis. Oysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligi rivoyat qilindi. 4 rakat namoz dastlabda 2 rakat farz qilingan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilgandan keyin yurtdagi chog'da 4 rakat o'qish farz qilingan. Ammo safardagi namoz aslidagi 2 rakat bet qoldirilgan. Zuhri mundoq deydi. Men Urvaga undaqda Oysha radhiyallohu anha nimishqa safardan 4 rakat o'qiydi desam, u Osmon radhiyallohu anhu o'xshash o'zining tushunchasiga amal qilishga uringan dedi. Buxoriy 1935-hadis. 951-hadis. Salman radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. 4 rakat namoz 2 rakat farz qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka chog'da 2 rakat o'qigan. Madinaga kelgandan keyinmi bir zaman shunday o'qigandan keyin o'z yurtida turganda o'qilgan namozga 2 rakat qo'shilib 4 rakat qilindi. Safardagi namoz aslidagi 2 rakat bet qoldirildi. Al-Awsat. 952-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. Qurban hayit namozi 2 rakat, ro'za hayit namozi 2 rakat, musofir namozi 2 rakat, juma namozi 2 rakatdir. Bu namozlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'ziga asosan to'liq namoz bo'lib, aslidagidan qisqartirilgan emas. Nasoiy 1566-hadis. 953-hadis. Mavraq radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. Men Ibn Umar radhiyallohu anhumadan safar namozi to'liq so'rasam, u menga safar namozi 2 rakat o'qiladi, kimki sunnat xilaf qilsa kafir bo'ladi dedi. Al-Kabir. 954-hadis. Abdullah ibn Fazala radhiyallohu anhu dadasidan mundoq rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga xalq ko'p narsalarni o'rgatdi. Uning ichida 5 vaqt namozga qattiq ahamiyat berishim bor edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu men bek aldirish o'tadigan vaqtdir. Shunga hammani o'z ichiga olgan, amal qilsamni menga kifoya qiladigan bir ishni deb bergan bo'lsam, desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 namozga bek ahamiyat bergan. U bomdod namozi bilan asr namozi dedi. Abu Davud 428-hadis. 955-hadis. Amr ibn Shuayb radhiyallohu anhu so'ngladisidan rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Bolalarni 7 yosh kirganda namoz o'qish buyuringlar. 10 yosh kirganda namoz o'qib bo'lmasa, uringlar. Ularning yotadigan o'rnini ayirib o'tinglar." Abu Davud 495-hadis. 956-hadis. Muaz ibn Abdullohdan mundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam den kichik bola qancha yoshidan tortib namoz o'qiydi deb so'ralgan edi. Kichik bola o'ng qo'li bilan so'l qo'lini ayirayolgudek bo'lgan namoz o'qishni buyuringlar dedi. Abu Davud 497-hadis. Albani zaif degan. 957-hadis.
Abdülmelik ibn Rabi ibn Sabra çoğunlukla rivayet kıldı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ballarыңlarga 7 yosh kirganda namoz o'qishni o'rgatinglar, 10 yosh kirganda o'qimasa uringlar." Tirmizi 407 hadis. 958 hadis. Abu Rafi radhiyallohu anhudan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lgandan keyin qilishning qilipi ichidan bir maktub topildi. Buningda mundaq deb yozilgan edi: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ve çöğrüleringlar, o'g'il ve qizlaringlar 7 yosh kirganda ularning yotadigan o'rnini ayirtinglar. 9 yosh kirganda namozga qo'l o'rnisi uringlar. Kimki o'zining millatini yoki o'zining xo'jayini inkor qilsa mal'un bo'ladi. Kimki musulmonlar mangadigan ommaviy yo'lning biror qismiga o'rnatib uchun ega bo'lib olsa, u mal'un bo'ladi. Bazzar rivoyat qilgan. Haysimi bu hadisni Bazzar rivoyat qilgan bo'lib, sanadida G'assan ibn Ubaydullah bilan Yusuf ibn Nafi ismli 2 kishi bor. Ben ularning tarjimahlarini topolmadim degan. 959 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Men 14 yoshimda Uhud urushida qatnashishni talab qilsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ruxsat qilmagan edi. 15 yoshga kirgan chig'imda Xandaq urushida qatnashishni talab qilsam ruxsat berdi. Nafi bunday deydi: Ömer ibn Abdülaziz xalifa bo'lgan vaqtda men uning yoniga kelib bu hadisni so'zlab bersam, u demak 15 yosh balog'at yetishgan dedi va qo'l ostilarga xat yozib 15 yosh kirganlarga vaziyat topshirilishi bo'lganligi, 15 yoshdan kichiklarga norasida bolalar qatorida muomala qilinganligi haqida yozib tushirdi. Muslim 1868 hadis. 960 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki unutib qolib namozning vaqtini o'tkazsa, esi kelganda o'qisa bo'ladi. Namozni unutib qolgandaga boshqa kafarat ketmaydi. Buxoriy 597 hadis. 961 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar biringlar namoz vaqtida uxlab qolgan yoki unutib qolgan bo'lsa, uyg'ongan yoki esi kelgan namoz o'qish lozim. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda namozni meni esingga olganda o'qigan dedi. Muslim 684 hadis. 962 hadis. Abdullah ibn Abu Qatada radhiyallohu anhu dadasidan bunday rivoyat qiladi. Bir kishisi biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqdik. Ba'zilar ey Rasululloh biz oz uxlab andan mangsak degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz vaqtida uxlab qolarsanmikin dedi. Bilal radhiyallohu anhu men uyg'otay degandan keyin hammaylar uxlashga boshladi. Bilal radhiyallohu anhu charchagan bo'lg'achqa yuk taqiga yo'ylanganicha ko'zi uyquga ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyg'onib qarg'idek bo'lsa kun chiqib bo'lgan ekan. U "Ey Bilal, qani uyg'otmoqsan-ku" degan edi. Bilal radhiyallohu anhu "Men hech qachon bunday uxlab qolmagan edim" dedi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo sizlarning ruhinglarni xohlaganini topshirib olib, xohlaganini qaytarib berdi. "Ey Bilal, o'rningdan tur, namozga azon o'qigan" deb o'zi tahorat oldi. Shunday qilib namozni kun o'lgandan keyin o'qidik. Buxoriy 595 hadis. 963 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Bir qancha kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan safarga otlanib, kechalab uzun yo'l yurdik. Tongga yaqin bir yerga tushdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozning vaqtiga diqqat qilinglar, o'tib ketmasin deb hammalarni ogohlantirdi. Lekin hammamiz kun chiqib qolibmiz. Uyg'onib yana yo'lga chiqdik. Biroz mang'andan keyin bir yerga tushib tahorat oldik. Bilal radhiyallohu anhu azon o'qidi. Oldi bilan bunat namozning sunnatini, ondan farzini o'qidik. Ondan safarni davomlashtirdik. Ba'zilar bir-biriga biz namozni kechiktirib yaxshi qilmadik deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlab qolish xatolik emas, lekin uyg'oq turib namozni kechiktirish xatolik hisoblanadi. Agar biringlar unutib qolib yoki uxlab qolib namozning vaqtini kechiktirib qo'ysa, esi kelganda yoki uyg'onganda darhol o'qib olsin. Ammo aytsi asldagi piti o'z vaqtida o'qisin dedi. Abu Davud 437 hadis. 964 hadis. Yuqorqi hadisning ravisi Abu Qatada radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qilgan bir safarda kun chiqib, quyosh tepdi es bo'lg'idek vaqt uxlab qolibmiz. Ya'ni bomdod namozining vaqti o'tib ketibdi. Hammamiz o'rnimizdan durib turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Unuqmanglar, hech qisi yo'q" dedi. Quyosh xali o'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oranglarda bomdodning sunnatini o'qib odatlanganlar bo'lsa o'qib olsin dedi. Bomdodning sunnatini o'qishga odatlangan hammaylar o'qidik. Bilal radhiyallohu anhu buyruqqa binoan azon aytgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farzini o'qib berdi. Ondan keyin diqqat qilinglar. Alloh taologa hamd bo'lsinki, namozimiz
Məşğulat tüpəylidən qaza bo'lib ketmedi. Balki bizning ruhlarimiz Alloh taolaning ilkida edi. Bu xohlagan vaqtda bizga qaytarib berdi. Qaysi birsinglar bomdod namozni o'tkazib sunnatni bir o'qisin. Uxlab qolib namozni o'tkazayotganlik xatolik emas. Kimki namozni o'z vaqtida o'qimay, yana bir namozni vaqt ko'rgich tursa, u haqiqatan xatolikdir dedi. Abu Davud 437 hadis. 965 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Xaybar urushidan qaytishimizda kechalab yo'l yurdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir charchab ketgan edi. Bir yerda to'xtab, boshdan burun Bilal radhiyallohu anhuga "Sen bizni bomlab qo'yayotgan" dedi. Shuning bilan hammamiz uxlab qoldik. Bilal radhiyallohu anhu bir chaqisi namoz o'qigandan keyin yuk taqinlariga o'ylangan holda kunchiqishga qarab o'tirib uxlab qoldi. Shuning bilan hammamiz kunchiq bo'lib uxlab ketibmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammamizdan burun cho'chib qo'ygan ketdi va "Ey Bilal" degan edi. Bilal radhiyallohu anhu "Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsinki, seni tutgan uyqu meni tutibdi. Men uxlab qolibman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rninglardan turib, uloqlarni yetilanglar dedi. Bir oz mang'andan keyin to'xtadik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat oldi. Bilal radhiyallohu anhu takbir tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bergandan keyin mundoq dedi: Kimki namozni unutib qilib o'qimay qolgan bo'lsa, esiga kelganda o'qisa, o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Chunki Alloh taolo namozni meni esingga olganda o'qigan dedi. Muslim 680-hadis. 967-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kimki namozni unutib qolgan bo'lsa, esiga kelganda o'qisa bo'ladi. Chunki Alloh taolo namozni meni esingga olganda o'qigan dedi. Nasoiy 620-hadis. 968-hadis. Yana bir hadisda bunday deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kim o'zining ulug'ining beshini tutsin. Bu yerda shayton bor ekan, oramizga shayton kiryapti. Bu yerdan yutib ketayli dedi. Bir oz mang'andan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv keltirib tahorat oldi va ikki rakat sunnatni o'qigandan keyin farzni o'qidi. Muslim 680-hadis. 969-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilingan yana bir rivoyatda bunday deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aflat bosgan bu o'rinda yetkilib ketinglar dedi. Abu Davud 435-hadis. 970-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yuqorqi voqeaning Hudaybiya sulhi vaqtida bo'lganligini rivoyat qiladi. Abu Davud 447-hadis. 971-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechalab safar qilib, tongga yaqin dam olish uchun to'xtadi va kunchiqib qolib, kun o'rliganda namoz o'qidi. Bu namoz o'ttira namoz deb ataladi. Nasoiy 625-hadis. 972-hadis. Malik Zayd ibn Aslama radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qiladi. Makkaga qilingan safarda kechalab yo'l yurgandan keyin tongga yaqin to'xtadik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhuni namozga o'qish uchun tayyorlab qo'ydi. Shuning bilan hammamiz uxlab ketdik. Bilal radhiyallohu anhu uxlab qolib, kun chiqcha hech birimiz uyg'ona olmadik. Quyosh tepasidan uyg'onib, hammamiz bearam bo'ldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda shayton bor ekan dedi va u yerdan o'tkazishga buyurdi. Biroz mang'andan keyin hammalarni tushib tahorat qilishga buyurdi. Ondan Bilal radhiyallohu anhuni namozga azon aytib, takbir tushirishga buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgandan keyin jamoatning yuzidagi andisha va qayg'uli alomatlarni ko'rib, "Ey jamoat, biz uxlaganda haqiqatan Alloh taolo bizning ruhlarimizni qaytarib olgan. Agar xohlasa ruhlarimizni hozir qaytarib bermay, boshqa vaqtda qaytarsimi, bizning amalimiz yo'q edi. Shuning agar birasinglar namoz vaqtida uxlab qolib yoki unutib qolib tushib qolsa, shu vaqtning o'zida namozni o'qisa, u namozni o'z vaqtida o'qigan bo'ladi" dedi. Ondan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu burilib, "Bilal, bu yer turib namoz o'qiyotganda shayton kelib o'ltirg'izib, xuddi kichik bolani tavratgandek qo'yibdi" dedi. Ondan keyin Bilal radhiyallohu anhu chaqirdi. Bilal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xuddi Rasululloh Hazrat Abu Bakrga aytgandek shaytonning o'zini uxlatib qo'yganligini aytib, uzr bayon qildi. Buni anglagan Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men guvohlik beramanki, sen haqiqatan Alloh taoloning payg'ambarisan dedi. Malik 26-hadis. 973-hadis. Burayd radhiyallohu anhu dadasidan bunday rivoyat qiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarda birga bo'lib, kechada yo'l yurgan edik. Kechining oxirida bir yerga tushdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxlab qoldi. Biz uxladik. Shu paytda hammamiz kunchiq uxlab qolibmiz. Uyg'ongandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhuni azon o'qishga buyurdi. Azon o'qigandan keyin 2 rakat namoz o'qidi. Ondan keyin Bilal radhiyallohu anhuni takbir tushirishga buyurdi.
2 rakat farzni o'qib berdi. Ondan keyin qiyomatgacha bo'ladigan ishlar to'g'risida so'zlab berdi. Nasoiy 621-hadis. 974-hadis. Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhu Hudaybiya sulhisidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Madinaga qaytdik deb yuqorqi bilan o'xshash mazmunda yuz bergan uxlab qolish voqeasini bayon qilgandan keyin mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar ilgari qilayotgandek qilinglar, ya'ni namozinglarni burunqideklar o'z vaqtida o'qinglar dedi. Biz o'zaro fikrlashib qilgan bu ishimizning kafarati, ya'ni o'g'irlab qilib, uxlab qolib namoz qazo qilishdan iborat bu gunohimizning kafarati nimadir deyishdik. U so'zimizni anglab qolib, sizlar bu masalada menga agatsanglar, meni ulgu qilsanglar yetarli emasmi? Alloh taolo Rasululloh sizlarga yaxshi ulgudir degan emasmi? dedi. Razin rivoyat qilgan. 975-hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk urushining safaridan qaytganda kechalab yo'l yurib, tong atay deganda bir joyga tushgan edi. Hammalarni mugdak bas qiltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhuga: "Ey Bilal, bizni namozga qo'yayotgan" dedi. Bilal radhiyallohu anhu "Ma'qul ey Rasululloh" dedi. Lekin u uxlab qolib, toki kun chiqquncha hech kim uyg'onmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan qo'yib tayammum qildi. Ondan Bilal radhiyallohu anhuga "Azan aytib takbir tushirgin" dedi. Bilal radhiyallohu anhu hozirmi deb so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Addi". Shunday qilib ular bomdod namozini chashka vaqtida o'qidi. Al-Kabir. 976-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Handaq g'azot kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kun kirib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, Quraysh kofirlarini biroz tilgandan keyin: "Ey Rasululloh, men asr namozini o'qiy olmay tas qoldim. Uni kun kirib ketay deb qolganda arin o'qiy oldim" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men texi o'qimadim dedi. Kun kirib ketgandan keyin hammamiz Budxonga yer berib, tahorat ilib, avval asr namozini, ondan shom namozini o'qidik. Buxoriy 596-hadis. 977-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Xandaq kuni mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni 4 vaqt namozdan qo'ydi. Hatto kechda bir chaqcha namoz o'qiyolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhuni azan aytib takbir tushirish buyurdi. Avval peshin namozini, ondan takbir tushirib asr namozini, ondan yana takbir tushirib shom namozini, oxirida yana bir takbir bilan xufton namozini o'qidi. Termiziy 179-hadis. Albani zaif degan. 978-hadis. Yuqorqi hadisni Nasoiy rivoyat qilgan bo'lib, uning rivoyatida munolar birga bayon qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbani o'qigandan keyin sahobalarni aylanib, "Hozir yer yuzida Alloh taoloni eslaydigan sizlardan boshqa hech bir jamoat yo'q" dedi. Nasoiy 622-hadis. Albani zaif degan. 979-hadis. Abdurrahman ibn Abu Sayd radhiyallohu anhu dadasidan bunday rivoyat qildi. Xandaq kuni mushriklar bizga aram bermagachga kun kirib ketguncha peshin namozini o'qiy olmadik. Bu urush haqida Alloh kofirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xalq qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Alloh dushmanga bo'ron va farishtalarni ofirida qilib, mu'minlarning urushsizda g'alabaga erishtirdi. Alloh kuchlidir, g'olibdir degan oyat nozil bo'lishidan ilgariki voqea edi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhu takbir tushirishga buyurdi. Peshin namozini o'z vaqtida o'qigandek o'qidik. Ondan asr namozini takbir bilan asrga takbir tushirdi. Unimi o'z vaqtida o'qigandek o'qidik. Ondan keyin azon o'qildi. Shomni o'z vaqtida o'qigandek o'qidik. Nasoiy 661-hadis. 980-hadis. Malik Nafi radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qildi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma aylanib ketib yurish bo'lib qolgan edi. U bu arada o'tib ketgan namozning qazosini qilmadi. Malik bunday deydi: "Bizning qarshimizcha to'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Uning o'tib ketgan namozning qazosini qilmasligi namozning vaqti o'tib ketgandan keyin o'sha kelganlik uchundir. Shunga vaqti o'tib ketishdan burun o'sha kelgan odam shuning namozini o'qiydi." Malik 24-hadis. 981-hadis. Malik Nafi radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bunday degan: "Kimki biror namozni unutib qolib, yana bir namozni imom bilan o'qiyotganda unutib qolgan namozi esiga kelsa, imom salom bergandan keyin o'qiyotgan namozni o'qib, ondan shu vaqtning namozini qayta o'qib olsin." Malik 408-hadis. 982-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bunday rivoyat qiladi. "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini angladim. Bende bilan sherik va buning o'rtasidagi fasil namozni tark etishdir." Muslim 82-hadis. 983-hadis. Jabir
din rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: kufr bilan iymonning orasidagi fasil namozni tark etishdir. Termiziy 2618-hadis. 984-hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: bandi bilan kufrning orasidagi fasil namozni tark etishdir. Abu Davud 9678-hadis. 985-hadis. Abdullah ibn Burayda dadasidan rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: biz bilan kofirlarning orasidagi farq namozdir. Kimki namozni tark etsa, ya'ni o'qimasa, kofir bo'ladi. Nasoiy 463-hadis. 986-hadis. Abdullah ibn Shaqiq Uqayli mundoq deydi: Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari namozdan boshqa amallardan birasini tark etishni kufrlik deb qaramaydi, lekin namozni tark etishni kufrlik deb qaraydi. Termiziy 2622-hadis. 987-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: asr namozini qazo qilayotgan kishi xuddi xotin bolalari va pulmonlardan ayrilib qolgan kishiga o'xshaydi. Buxoriy 552-hadis. 988-hadis. Abu Malihdan mundoq rivoyat qilinadi: Havo bir kuni Burayd radhiyallohu anhu bilan bir urushda birga bo'lgan edi. U mundoq dedi: asr namozini baldir o'qinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asr namozini tark etgan odamning buning qamali bekor bo'lib ketadi degan edi. Buxoriy 553-hadis. 989-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi: ko'zim tutilishga boshlaganda boshqalar biz seni davolatayli, namozni bir qancha kun o'qimay turgan degan edi. Men yo'q, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki Alloh taolo bilan namozni tark etgan holda uchrashsa, Alloh taolo uning g'azab qiladi degan edi dedim. Bazzar va Al-Kabir. 990-hadis. Hasan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini rivoyat qildi: har qanday qul namozini hisob beradi. Agar uning biror namoz kam chiqsa, nima uchun kam o'qiding deydi. U: ey Parvardigorim, men sana bir xo'jayinni hukmron qilib qo'yibsan, sen menga bir xo'jayinni hukmron qilib qo'yibsan. U meni ish qilib namozimni qo'ydi deydi. Shuning bilan Parvardigor, men sening uning menidan o'g'irlayotganligini ko'rgan edim. Shuningdek uning amalidan yoki o'zingning amalidan namozing uchun vaqt o'g'irlasang bo'lmasin deydi. Shuna qilib Alloh uni poklikka qo'ydi. Ahmad 8153-hadis. 991-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni namozni qilib bundoq degan: kimki namozni tark qilmay vaqtga rioya qilib o'qisa, namozni qiyomat kuni u kishiga nur, dalil va nijot bo'ladi. Kimki namozga beparvolik qilsa, namoz u kishiga nur, hujjat va nijotning hech biri bo'lmaganining ustiga u kishi Qarun, Fir'avn, Aman va Ubay ibn Xalaflar bilan birga bo'ladi. Al-Kabir, Al-Awsat, Ahmad 6540-hadis. Bu hadisni Aysami, Imom Ahmad va Tabrani rivoyat qilgan bo'lib, raviylari ishonchlidir degan. 992-hadis. Abu Malik Ashja'i dadasidan rivoyat qilib bundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yangi musulmon bo'lgan har qanday kishiga oldi bilan namoz o'qishni o'rgatdi. Al-Kabir va Bazzar. 993-hadis. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bundoq anglashni rivoyat qildi: Alloh taolo bandalarga farz qilgan 5 vaqt namozning hech nimasini oddiy ko'rmay va kam qo'ymay o'z haqqiga rioya qilib bija keltirsa, Alloh taolo u kishini jannatga kirgizishga va'da qiladi. Kimki u namozlarning haqqiga rioya qilmay, yengil sanab, kam ado qilsa, Alloh taolo uningga jannatga kirgizishni va'da qilmaydi. Agar Alloh xolis uni azoblaydi, xolisi afv qiladi. Ibn Majah 1901-hadis.